Andijon viloyatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-dekabrdagi PK 465-sonli qarori ijrosini ta'minlash bo'yicha tizimli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Mazkur qaror doirasida qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan samarali foydalanish, dala chetlari hamda kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi bo'sh yerlardan yangi bog' va tokzorlar barpo etish, eksport bog' mahsulotlar yetishtirish hajmini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda viloyat bo'ylab fermer va dehqon xo'jaliklari vakillari, bog'bonlar hamda mutaxassislar ishtirokida ko'rgazmali seminarlar, amaliy uchrashuvlar va targ'ibot tadbirlari muntazam tashkil etilmoqda. Xususan, o'tgan hafta davomida viloyatning bir qator tumanlarida dala chetlaridan samarali foydalanish, daraxt ekish ishlarini kengaytirish hamda zamonaviy agrotexnik usullarni joriy etishga bag'ishlangan seminarlar o'tkazildi. Dastlab seminar Marhamat tumanida bo'lib o'tdi. Unda Marhamat, Asaka va Shahrixon tumanidan kelgan fermer va dehqon xo'jaliklari vakillari, karantin inspektorlari hamda mutaxassislar ishtirok etdilar. Seminar davomida qaror ijrosi doirasida viloyatda amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, fermer va dehqonlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Mutaxassislar tomonidan dala chetlaridan samarali foydalanish, yangi daraxtlar ekish va yer maydonlarining unumdorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berildi. Navbatdagi ko'rgazmali seminar Andijon tumanida tashkil etildi. Tadbirda Andijon, Xo'jaobod, Oltinko'l, Izboskan, Paxtaobod, Qo'rg'ontepa hamda Jalaquduq tumanidan kelgan fermer va dehqon xo'jaliklari vakillari ishtirok etdilar. Seminar davomida viloyatda qaror ijrosi bo'yicha olib borilayotgan ishlar, dala chetlaridan samarali foydalanishning amaliy mexanizmlari hamda mavjud imkoniyatlar haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Haftaning yana bir muhim tadbiri Oltinko'l tumanida bo'lib o'tdi. Unda Oltinko'l, Baliqchi, Ulug'nor va Bo'ston tumanidan kelgan fermerlar, bog'bonlar, ko'chat yetishtiruvchilar hamda mutaxassislar qatnashdilar. Tadbir davomida qarorda belgilangan vazifalar asosida dala chetlari hamda kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi bo'sh yerlardan samarali foydalanish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Seminarlar davomida mutaxassislar tomonidan daraxt ekish ishlari bo'yicha amaliy ko'rsatmalar ham berildi. Xususan, eksportbop va hosildor daraxt turlari, olcha, behi, bodom, uzum kabi mevali daraxtlarni ekish tavsiya etildi. Shu bilan birga sifatli urug'lik va ko'chat tanlash, ularni to'g'ri parvarishlash, suv tejovchi usullardan sug'orish hamda zararli organizmlardan himoya qilish bo'yicha muhim tavsiyalar berildi. Tadbirlar davomida daraxt ekish jarayonlarini ko'rgazmali tarzda namoyish etildi. Ishtirokchilar esa o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob oldilar. Mutaxassislar ta'kidlaganidek, dala chetlaridan samarali foydalanish, yangi bog' va tokzorlar barpo etish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ko'paytirish hududlar iqtisodiy salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda viloyatda mazkur qaror ijrosini ta'minlash, yer resurslaridan oqilona foydalanish hamda eksportbop mahsulot yetishtirish hajmini oshirish borasidagi ishlar izchil davom ettirilmoqda.